musobaqalar mening hakkaymi va men hozir meni o'zimni 110 kun yashagan narsalarni ko'rsatmoqchiman. Shuncha ko'rsatdim, sizlar hatto xayolga ham keltirolmaysizlar. Mana qilichlar, bolta, tuxumi hammasi shu yerda bor. Shuncha shulga boksga kelgan narsalar. Sizlar buni esa judayam qiyin. Qo'sh ham o'zi qiyin. Mana kichkina MP-gacha hamma to'siq qilganman. Mana bu yerda yigitlar tanlashyapti. Yaxshi hammasi. Mana sizlarga hozir kichkina imkoniyatlar mana bu yerda yigitlarga kasb qiladigan izimliklar sotaman. Mana bu yerda mening mexanizmim. Hamma cheksiz darajada ko'p narsa qilsa bo'ladi. Misol uchun judayam ko'p cho'p kerak bo'lsa, mana menga qo'yib qo'yaman. Bu 5 ta o'yinchining ishini qiladi. Mana bunday tosh bormi? Mana bunday qilsa o'zi chiqadi. Men shungacha olaman, xolos. Mana ko'rdinglar. 5 ta o'yinchining kuchini qiladi. Mana bu yerda esa men ko'mir sosam, mana menga tushirmaydi. Izimliklar ham bor. Mana bu yerda hech nima yo'q. Xolos mana bu videogacha deyarli qilib chiqqanman. Xalta bo'lgani yo'q. Mana protam bor ekan, mayli. Bu yerda cheksiz darajada yog'ochisi bor. Yog'och emas, hali shitillar uchun sodalashamanda, shunga mana bu yerda pastga tushadi, bu ishlayapti. Hozir to'xtatib qo'ygandim. Mana shu yerda bemalol ishlayapti. Kichkina. Mana ko'ruvchilar, mana yerda narsalarni to'g'ri. Shu yerda musobaqa qilib qo'ygandim. Mana qo'shimchalar yerda uylar ham bor. Eng yaxshi ko'rgan narsamni ko'rsataman. Mana bu yerda men full darajada chiqqanman. Judayam qiyin bo'lgan. Bu yerda uyim tepasida ko'rgan bo'lsanglar, olmoslar ham bor. Mana bu yerda makonni qo'yganman. Hali bitgani yo'q. Judayam ko'p inson kerak bo'ladi unga. Judayam ko'p. Ozgina harakat qilishim kerak. To'g'ri. Yana bitta chiqib ketdi. Mana bu yerda qor bo'lgan. Men o'sha paytda mana shu sanada vafot etdim. Mayli endi. Judayam qiyin. Bu yerda esa men cheksiz bo'lgan anaqa filmim bor. Tosh filmi. Bu yerda olamanda qisqatyapti o'yin. Mayli, mana to'laman cheksiz darajada o'tamanda. Pulni qilaman, hammasi cheksiz bo'ladi. Keyin bu yerga pastga tushib qolsam, bu sandiqlarga to'planadi. Mana sandiqlarda. Hozir bu juda ham yaxshi. Bu yerda meni ilk bor kichkina katta mutant skeleton deb ketgan. Shunga bu yerda men temaganman. O'zi shuni bo'lsa ham men temaganman. Yomon portlashib qo'ygan. Uyim portlab ketgan. Mayli endi. Shu itlarni uloqtirmay qo'yganman shunga. Mana bu yerda men tema bor butunlay. Tema olishim mumkin desam, tema ishlamaydi baytqo'y. Men pedagogika qilolmadim, lekin bu zavisda o'xshagandek. Mana bu yerda kichkina uychalar qo'yibman. Mana bu yerda patal ko'rsatmalar bor, lekin yoqimli hozirga. Mana ko'pchiliklar bu yerda mob turibdi. Monster film. Mana bu yerda billarga yigitlarga sotaman. Mana bu yerda metra zombilar tushibdi. Men talon looting sexdan mana ko'paytiraman. Qalamni qani. Juda zo'r. Takkamga men yerda zimmatlar ko'rsatishim mumkin. Uning tivsini xolos va tekstni bu yerda buni menga narsalar sotadi albatta. Bu yaxshi. Unda cheksiz izimni olishim mumkin. Mayli. Mana ko'rsatib qo'ydi. Ketishga bu yerda. Endi mana bu yerda zimtlar. Mayli, hozir bitta joy bor. Mana shu yerda menda kichkinagina qasrcha bor. Men buni qurmaganman, lekin bu yerda yaxshigina bu joylasa ham bo'laveradi bu yerga. Eshikni topish kerak endi. Eshik qayerda endi buni eshigi? Bitta kichkina eshikcha qo'yib qo'ygandim o'zim. O'zi yo'q bittami eshik? Mana obnacha chiqib oldim xullas. Qani suv. Kichkina bazchani kiyib olish kerak.
Bunaqalar juda hamma narsam bor. Obunachilar. Va men bu yerda mana eng noyob narsalar saqlayman. Eng bu nezavit shkalar. Obunachilar hozir nezavit judayam qimmatbaho metal. Bu to'rtta nezavitda o'zimdan ko'p to'ldirganman bu yerda. Shoxlangan oltinlarni hammaga to'ldiramanmi albatta. Bitta xazinalarim bor. Pullar lekin kam, judayam kammi. Ko'rmaslik ishlataganman bunaqasi. Simmitda judayam topish qiyin o'zi Minecraftda simit topish o'zi. Bitta qimmat narsalar va bu yerda kitoblar. Endi bu yil kambag'allik mana. Eng yaxshi ko'rgan narsamni ko'rsataman. Mana Trident. Ko'rasizlar kuchliligini Tridentni. Mayli, lekin bunga musiqa qo'shmagan ekan. Shunga unchalik kerak menga bu narsa. Mana buni men ko'p qo'yaman. Mayli mana bu yerga. Buni ko'p do'stlarni metlash cho'tki menda. Xolos judayam yaxshi. Mana yerda xazinalar, ovqatlar, o'lchamiz. Shunday kerak narsalar bor yerda. Eltonni qo'yib judayam to'ldi emas, lekin bitta kerak narsalar bor. Birontasi bo'shab qolsa, narsa bo'lsa, ehtimolga qarshi degandek bordi xullas. Hozir o'sha tomondan postlar paydo bo'ladi. Men tezroq ketish kerak. O'sha mana bu mutant post bor edi, uni yo'qib ketdim. Mayli, sizlar ichida ekan, lekin men qaylarman judayam narsa yasaganman. Nimaligini bilasiz, bilganlar yozib ketsin. Mayli, bunchalik kerak emas menga. Mana bo'lishgan urib qochamiz. Judayam kuchli demoqchi. Mana bo'ldi, mutlaqaylarcha tezroq qismoqchiman. Nimaga tez kuchayishimga sabab bo'lgan deb. Voy, yana mana shu bagmi. Bo'yinni bagam ko'p ekanda. Hozir ko'rsam olovda veganasiya qilish uchun shunchaki buni qilish kerak edi. Mana bu olovda veganasiya paydo qildim. Bu yerda spawnerlar bor. Mana bu devorchika. Mana bu yerda Bliss alohida spawner qilganman. Bliss spawner. Bu yerda Bliss spawner bor. Bu yerda maza qilib Bliss olib cheksiz ko'maga ega bo'lish mumkin. Mana bu yerda esa meni Piglin Forest degan laqab bor. Men bitting ham o'rmisizlar, mayli. O'shga mayli qochib qolish kerak. Sizlar endi City'ga ko'rsasammikan? Qanaqa u yerdan ko'zlar katta narsa yasadimi u yerda? Yasaganmi? O'sha qanaqa yasagan hozir ko'rsataman. Hozir ko'rsatish kerak. Mana obunachilar, bu meni Enderman fermam. Bu judayam judayam qiyin narsa. Mayli, bu kerak emas hozircha. Hozir qanday mana bu metik pulni obsidianni o'zim olib tashlaganman. Judayam qiyin, lekin judayam ko'p vaqtim olgan, lekin uddalaganman. Bo'pti, obunachilar, men ketdim. Xullas, ozgina bag bo'ladi. Mana obunachilar, judayam zo'r. Mana obsidianlar olib kelganman yana ozgina. Mayli, eng yaxshi ko'rgan qilichim va video tugatish vaqti keldi deb o'ylayman men.